Damashq xatiblaridan biri tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Rasululloh unga falonchi qo'shningga borib ayt, u jannatda mening hamrohim bo'ladi dedilar. Uyg'ondida tushidan qattiq ta'sirlandi va Rasululloh aytgan haligi qo'shnisining uyiga bordi. Borib eshigini qoqdi. Hali odam chiqdi, salom alaykum bo'ldi. Xullas, xatib aytdiki, menda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sizga bitta bashorat bor. Alloh uchun qilgan bir amalingiz bor, shuni aytmasangiz, bu bashoratni aytmayman dedi. Hali qo'shni unamadi aytishlikka. Ammo Rasulullohdan bashorat deb turibdi. Uylangandim dedi. Bir ayolga sovchi qo'yib uylandim. Menga turmushga chiqqanida 5 oylik xonada homilasi bor edi ekan. Ya'ni benikoh bo'lgan homila. Mana endi shu yerda haydab chiqarib olsa, sharmanda qilsa haqqi bor. Lekin bu ayolni oyog'i toyilib, haqdan toyilgan ekan. Meni qo'limda tavba qilishligini xohladim, yashirdim. Aybini berkitdim. Tug'adigan payt kelganida endi 4 oydan keyin tug'di. Doyani uyga olib keldim, tunda tug'di. Tong yotganda haligi bolani qo'limga oldimda jami masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim. Sekin eshik tagiga qo'ydi bolani, kirib imomga ergashdi. Namozni o'qib bo'ldi, tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi. Nima gap? Ha, birov bolani qo'yib ketdi. Shuni keldida haligi odam, menga beringlar shu bolani, men boqib olaman shuni dedi. Berishdi, onasiga olib borib berdi. Bir mo'min ayolni xatosini, kamchiligini, oyog'i toyilib ketganligini yashirib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato, kamchiligini, gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik.